Bundan 10 yillar oldin bir shikoyat xat kelgan edi tahriyatimizga. Shu Samarqand viloyatiga borib, bir kichik qishloqda shuni o'rganib kelish topshirildi. Qishloqda endi kattasi oqsoqoli va mahallaning raisi borib o'sha bilan uchrashdik. Bir 70lardan oshgan donishmand odam ekan. So'rashgandan keyin tanishdik. Hozir dedi bir oilaning janjali bo'lyapti. Shuni muhokama qilib olaylik. Keyin siz bilan gaplashamiz dedilar. Siz ham o'tirsangiz bo'ladi. Men o'tirsam bo'ladimi, o'tirsangiz bo'ladi dedi. Keldi, qaynona kelini, kuyov ham kelindi eri. Endi dedi gap. Kelin u degan, bunisi bunday degan, mayda gaplarda. Keyin haliga mahalla oqsoqoli hamon eshitdi-da, nasihatlarni aytdi, yaxshi bo'ling deb. Keyin ayollar chiqarib yuborib, erkak qoldi yigit. Yigit qoldi, uchalamiz qoldik xonada. Shunday yigitga "Hey bola" dedi. "Kasalmisan?" dedi. Haligi odam hayron qoldi, ikkalani bolaga "Yo'q, yaxshiman" dedi. "Kasalsan-ku" dedi. "Nimaga?" dedi. "Kelindi" dedi, "to'shakka rozi qilmayapsan." "Nimaga?" dedi. "Jinsiy muammolaring bormi?" dedi. Shunda haligi yigit qizarib, sal yerga qaradi. "Ha" dedi, "Uncha yaxshi emasman, tamom." "Nega davolanmaysan?" dedi. "Bilib qo'y" dedi. "Agar" dedi, "ayol kishi to'shakda rozi bo'lsa, sendan erkakdan xursand bo'lsa, u har qanday qiyinchilikka chiday oladi. Sen o'shani rozi qilmaganing uchun men janjal bo'lyapti" dedi. "Davolan" dedi. O'sha gap men ham birinchi eshitishim, men ham ta'sirlandim-da. Endi baribir shu sohaning mutaxassisi bo'lgandan keyin jahon statistikasini o'rgandim. Bilasizmi, jahon statistikasi qanday ekan mamlakatda? Endi Yevropada ko'p rivojlangan mamlakatlarda raqamlar ochiq aytiladi. Qarasam, ajralayotganlarda 90% ning sababi aynan shu erkaklarda jinsiy ojilik ekan. Erkaklar o'zini turmush o'rtog'ini, juft halolini to'shakda qondirmaganligi uchun, o'sha talabiga javob bermagani uchun ajralish sababi.